Avvalambor assalomu alaykum hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Men advokat Xonnamir Kulbayevman. O'sha hozirgi kunda juda shov-shuvli bo'lgan jinoyat ishi, o'sha Gulira'no Qosimova bilan bog'liq jinoyat ishida sobiq ichki ishlar xodimlari, ya'ni sobiq Furqat tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i Akmaljon Xo'jayev va uning o'rinbosari Jasurbek Rasulovlarni advokati bo'lib hisoblanaman. Hozirgi mana videomizni to'liq tushunib olishlaringiz uchun YouTube'dagi men tomonidan tayyorlangan Gulira'no propagandasi nomli videoni tomosha qilishlaringizni maslahat beraman va o'sha videoni tomosha qilib bo'lgandan so'ng hozirgi videoni agar tomosha qiladigan bo'lsanglar, ish jarayonlari, ish holatlari haqida to'liq tushunchaga ega bo'lasizlar. Mazkur video davomida siz sud tergovi nima o'zi, mazkur jinoyat ishi bo'yicha sud tergovi qanaqa o'tdi, kimlar qanaqa so'roq qilindi va sud tergovidan keyin qaysi bosqich keladi, hukm qachon e'lon qilinadi va boshqa o'zingizni qiziqtirgan barcha savollarga huquqiy nuqtai nazardan javob olasiz. Demak, kuni kecha bo'lib o'tgan sudda, juma kuni bo'lib o'tgan sudda Gulira'no Qosimova ishi bo'yicha o'sha kassatsiya instansiyasining sud majlisining o'sha sud tergovi yakunlandi. Mazkur sud tergovi davomida 10 ga yaqin guvohlar so'roq qilindi va shu guvohlarni bergan ko'rsatuvlari va ularni bergan ko'rsatuvlarning ahamiyati haqida o'zi gaplashamiz. O'zi umuman sud tergovi degani sudda bitta bosqichi bo'lib hisoblanadi. Unda o'sha Jinoyat protsessual kodeksida belgilangan 16 ta tergov harakatlari o'tkaziladi. Guvohni chaqirib so'roq qilish, yuzlashtirish, ekspertiza tayinlanishi mumkin va har xil tekshiruvlar tayinlanishi mumkin. Va bu holatda bizani holatimizda faqat guvohlar so'roq qilindi va ularning orasidagi ko'rsatmalarda noaniqlik bo'lgan paytda yuzlashtirish tergov harakatlari amalga oshirildi. Demak, endi sud tergovi yakunlangandan so'ng sud muzokarasi boshlanadi. Muzokarada prokuror, advokatlar va tomonlar o'zlarini mazkur jinoyat ishi bo'yicha o'zlarini fikrlarini birma-bir bildirishadi va tortishuvlik prinsipi asosida tomonlar o'rtasida tortishuv amalga oshiriladi. Sud tergovida eng asosiy jihatlarini aytib o'tib ketamiz. Mazkur Andijon viloyatida bo'lib o'tgan kassatsiya instansiyasining sud tergovida oldingi tergovda, dastlabki tergovda, ya'ni prokuratura tomonidan amalga oshirilgan va birinchi instansiya sudida, ya'ni Quva sudida bo'lib o'tgan sud jarayonlarida aniqlanmagan ko'plab holatlar aniqlandi, so'roq qilinmagan ko'plab guvohlar so'roq qilindi va ularning bergan ko'rsatmalari ish uchun juda ham ahamiyatli bo'ldi. Birinchidan, o'sha sud tergovida 102 xizmatiga xabar qilgan guvoh Yusupov Davlatning ko'rsatmalari tinglandi. Yusupov Davlat ko'rsatmalari birinchi instansiya sudida tinglanmagan, Quva sudi uni chaqirib so'roq qilmagan va dastlabki tergovda bergan ko'rsatuvlarda ham ko'plab noaniqliklar mavjud edi. Va bilasizmi, eng avvalambor shu narsani eslatib o'tib ketishim kerak. O'sha kuni 17-aprel kuni soliqchini uyiga ichki ishlar xodimlari kirishiga asos mazkur 102 xabar emas, hamma propaganda qilganda 102 kech tushirilgan, qanaqa qilib xabar bo'lmasdan turib ular kirdi degan savollarga birdaniga yana bir marta javob berib ketishdi asos deb bilaman. 102 xabar emas, balki tezkor ma'lumot, ya'ni maxfiy shaxs tomonidan tezkor qidiruv faoliyatini amalga oshiruvchi organlarga beriladigan ma'lumot asosida kirilgan. Bu masala bo'yicha alohida bitta tema bu. Alohida bu masala bo'yicha ham hali gaplashamiz. Avvalambor eslatib o'tay, tergov organi, prokuratura organi va Quva sudi aynan mana shu Yusupov Davlatni bergan ko'rsatmalari, ya'ni Yusupov Davlat xabar bergani 102 ga yolg'on xabar bergan, uning bergan xabari soxtalashtirilgan degan ayblov bilan himoya ostida bo'lgan Jasurbek Rasulov va Akmaljon Xo'jayevlarga nisbatan Jinoyat kodeksining 231-moddasi bilan ayblov qilingan. Tezkor qidiruv faoliyati natijalarini soxtalashtirish degan ayblov qilingan. Yusupov Davlat o'zini ko'rsatmasida haqiqatan ham o'zini ko'zi bilan soliqchi uyiga begona ayol olib kirib ketayotganligini ko'rganligini ma'lum qildi. Ya'ni hech qanaqa soxtalashtirish holatlari yo'qligini, yolg'on 102 ga ma'lumot berilmaganligi bu holatda isbotlandi. Va men o'ylayman, kelgusida hozirgi kassatsiya instansiyamizning sudlov hay'ati ayblovda qo'yilgan mana shu masalaga ham o'zlarining e'tiborini qaratishadi. Va uni Yusupov Davlatning ko'rsatmalarida eng kulminatsion nuqta shu bo'ldiki, u o'zining ko'rsatmasida prokuratura organida tushuntirish xati yozish uchun borgan paytda o'sha kechqurun 7-8 larda kirib ketib, ancha 4 soat, 5 soat o'sha yerda qolib ketganligini aytdi va o'sha tegishli prokuratura xodimi unga
o'zi yozib olib chiqib berganini o'sha tushuntirish xatisini. Yo, men bu gaplarni aytmayman, bu narsa bo'lmagan-ku, men ko'rganman o'zimni ko'zim bilan ular soliqchi o'zini uyiga ayol olib kirib ketayotganini siz go'yoki men ko'rmaganman deb yozib bergan mazmunda tushuntirish xati tayyorlarsiz deganiga qaramasdan unga prokuratura organ tomonidan ruhiy ta'zib o'tkazilganligi haqida ko'rsatma berdi va uni bu ko'rsatmalar keyinchalik yana baholanadi. Va bitta narsani shu yerda men aytib o'tib ketishim kerak. Prokuraturani o'zi mani himoyam ostida bo'lgan shaxslarga nisbatan o'sha Gulira'no Qosimova va soliqchi go'yoki asossiz ravishda tushuntirish xati yozish uchun kirgan bu mas'ullar ichki ishlar binosiga. Asossiz ravishda 4-5 soat tushuntirish xati yozish uchun qolib ketganligini vaj qilib, noqonuniy ravishda, qonunga xilof ravishda ushlab turish degan statyaning Jinoyat kodeksi 234-moddasini qo'yib bergan ularning aybiga. Lekin nimagadir mana bu yerda o'zimizning guvohimiz ham Yusupov davlat prokuratura organida 4-5 soat qolib ketyapti, lekin uni bu qolib ketganligi holatiga hech qanaqa huquqiy baho berilmagan. Ikkinchidan, hammamiz bilamiz, sud tergovida farrosh temasi bor. Endi tergov organi va Quvvat sudi himoya ostida bo'lgan ichki ishlar xodimlariga nisbatan mazkur holat yuzasidan ham ayb e'lon qilgan, ya'ni 230-2-modda bilan Jinoyat kodeksini tezkor qidiruv faoliyati natijalarini soxtalashtirgan, ya'ni tushuntirish xatini ular farrosh temasini yozib soxtalashtirishgan, yozdirib. Farrosh temasida o'zi aslida holat boshqacha bo'lgan-ku, lekin bular o'zlarini tushuntirish xatlarida go'yoki Gulira'no Qosimova farrosh sifatida kelib 200 ming so'm pul evaziga soliqchini xizmat uyini yig'ishtirib berganini va uni soliq boshlig'i emas, balki soliq idorasida ishlaydigan boshqa xodim olib kelib yig'ishtirtirgani haqidagi yolg'on ko'rsatmalarni ichki ishlar organlarini demak ayblovga qo'yib berilgan. Ammo biza ko'rib chiqayotgan keysdagi eng paradoks holat shundan iboratki, tergov organi faqatgina ichki ishlar xodimlarini ayblashgan, lekin xuddi shu mayli ularning fikri bo'yicha himoya fikri nuqtai nazaridan men ularni bu jinoyatni sodir qilmagan deb hisoblayman, lekin mayli tergov organini ayblov fikriga agar qo'shiladigan bo'lsa, agarda ichki ishlar xodimlari soxtalashtirish ayblovi bilan ayblanadigan bo'lsa, aynan o'sha tushuntirish xatini yozib bergan Gulira'no Qosimova ham, o'sha tushuntirish xatini yozib bergan soliqda o'sha xodimi ham va Qurbonali Abdurahmonov ham ular bilan bir xil ishtirokchilikda, jinoyatda ishtirokchilik degan tushuncha bor, gruppa deydi ko'chada. Xuddi ana shunaqa ishtirokchilikda bir guruh shaxs sifatida soучастник deydi bizning yuridik tilda, soучастие bo'lib, ular ham javobgarlikka tortilishi kerak edi. Lekin nimagadir tergov organi tomonidan ularga ayblov e'lon qilinmagan, soxtalashtirish ayblovi umuman e'lon qilinmagan. Lekin bilasizmi, farrosh temasini g'oyasi ichki ishlar xodimlaridan emas, balki Qurbonali Abdurahmonovning o'zidan chiqqanligi kassatsiya sudida ma'lum bo'ldi. O'sha kassatsiya sudiga kelgan Sultonov Doniyor ismli demak soliq idorasining xodimi o'zini ko'rsatmasdan ham o'sha kuni ichki ishlar bo'limiga borganligini, ichki ishlar bo'limida Qurbonali Abdurahmonov bilan ko'rishganligini va Qurbonali Abdurahmonov undan go'yoki farrosh olib kelib ishlatganligi haqida yolg'on tushuntirish xati yozib berishni so'raganligini ma'lum qilgan. Va bu tushuntirish xatisini yozishiga ichki ishlar xodimlarining hech qanaqa aloqasi bo'lmaganligini, ichki ishlar xodimi o'sha uchastkovoy u aytib turgan gaplarni yozib tushuntirish xati yozib berganligini va hech kim unga mana shu farrosh, hech qaysi ichki ishlar xodimi unga mana shu farrosh temasini yozib berishini iltimos qilmaganligini, hozir qamoqda o'tirgan Rasulov va Xo'jayevlar bilan umuman uchrashmaganligini ham, ularni yaqindan tanimasligini ham o'zini ko'rsatmasdan ma'lum qilib o'tdi. Yana bitta narsani shu yerda aytib o'tib ketishimiz kerak. Nimagadir o'sha Sultonov Doniyorni tergov organiga bergan dastlabki tushuntirish xatlarida, ko'rsatmalarida go'yoki farrosh temasi ichki ishlar xodimlaridan chiqqanligi aytilgan. Go'yoki ichki ishlar xodimlari unga o'zlarining qo'llari bilan yozib berib tushuntirish xatini u o'qimasa ham o'sha narsaga qo'l qo'yib olganligi haqida ko'rsatma bergandi. Lekin keyinchalik dastlabki tergovning yakunida va birinchi instansiya sudida ham, mana kassatsiya instansiya sudida ham u aniq tiniq qilib aytdi, farrosh degan temani, farrosh degan menga tushuntirish xati yozib berishdi Qurbonali Abdurahmonov iltimos qildi. Ichki ishlar xodimlari mana shu tushuntirish xatini yozib berishimga hech qanaqa holatda ham da'vat qilmadi. Yana o'sha Sultonov Doniyorda ko'rsatmalarni mustahkamlovchi yangi guvoh paydo bo'ldi bu kassatsiya sudida. Bu guvohimiz oldin dastlabki tergovda ham so'roq qilinmagan, birinchi instansiya sudida ham so'roq qilinmagan.
Bu guvohimiz o'sha sobiq soliq boshlig'i Qurbonali Abdurahmonovning haydovchisi Shermatov Ulug'bek ismli shaxs. O'sha Qurbonali Abdurahmonovning shofyori bo'lgan Shermatov Ulug'bek ismli shaxs o'zini ko'rsatmasida haqiqatan ham o'sha kuni unga telefon bo'lganligini, aynan Qurbonali Abdurahmonovning telefon bo'lganligini va u ichki ishlar bo'limiga borganligini, gaplashganligini yuzma-yuz gaplashayotgan paytida atrofda hech qanaqa ichki ishlar xodimi bo'lmaganligini, Qurbonali Abdurahmonov erkin harakat qilib yurganligini va telefoni qo'lida ekanligini va u Qurbonali Abdurahmonov undan ham iltimos qilganligini, aynan farrosh temasini yozib ber, san 200 ming so'mga yoki farrosh olib kelganing haqida yozib ber deb aytganligini ma'lum qilib o'tdi. Ko'ryapsizmi? O'sha haqiqatan ham Qurbonali Abdurahmonovning g'oyasi ekanligini mana shu yolg'on ko'rsatmalar. Bu Sultonov Doniyordan ham tashqari o'zini shopiri ham isbotladi. Soliq boshlig'ini o'sha haydovchisi sudda juda ko'p narsalarni, ko'p faktlarni isbotladi. O'sha so'roq qilib turgan paytida Gulirona Qosimova tomonidan unga savol berildi. Siz mana aytyapsiz, menga telefon qildi soliq boshlig'ining o'zi. Siz isbotlab olasizmi soliq boshlig'i sizga telefon qilganini degan paytda u yigit Ulug'bek aka o'zi bilan birga o'zini telefonini o'sha kungi detalizatsiyasini ko'tarib kelgan ekan. 4 varaqdan iborat. U detalizatsiyani ko'rgan paytimizda soliq boshlig'i o'sha kuni soat 7:20 dan boshlab 4 marta, 3 marta yo 4 marta telefon qilgan unga. Har xil 7:20 da, bir 7:30 da, yana 7:40 da bir telefon qilgan. Endi bu holatda bitta narsa aniq bo'lyaptiki, soliq boshlig'i shu paytgacha o'zini ko'rsatmalarida mendan majburlab telefonni olib qo'yishdi, menga telefonini bermadi ular degan ko'rsatmalarni berib kelganda, Gulirona Qosimova ham xuddi shu ko'rsatmalarni berib, plus ijtimoiy tarmoqlarga berayotgan intervyularda ham xuddi shu narsani ko'rsatgandi. Lekin qarangki, ular ichki ishlar binosiga kelgandan so'ng soat 9:30 da, 9:30 da chiqib ketgan bo'lsa ham o'sha ichki ishlar binosida 7:30 da qo'lida telefoni bo'lgan soliq boshlig'i. Bu ham ularning ko'rsatmalari yolg'on ekanligini isbotlaydi. Va o'sha o'zida biz soliq boshlig'i bilan o'sha yigitni yuzlashtirib ketdik. Soliq boshlig'iga savol berdik. Siz haqiqatan ham unga farrosh temasini aytdingizmi, so'radingizmi degan joyimizda soliq boshlig'i yo'q, menga bu tuhmat qilyapti. Men faqat farzandlarim qanaqa ahvoldaligini so'rash uchun uni chaqirib o'sha ichki ishlar binosiga chaqirib, undan farzandlarim yaxshimi, hammasi joyidami, men faqat so'radim, boshqa narsani men so'ramadim. Bu menga tuhmat qilyapti degan gaplarni gapirdi. Lekin Ulug'bek o'sha haydovchi o'zini oxirigacha o'zini ko'rsatmasdan turdi va borgan paytida aynan farrosh masalasida yozib berish kerakligi haqidagi ko'rsatmalarni o'zgartirmadi. Shu joyda yana bitta narsaga, hurmatli kuzatuvchilar, men sizlarning e'tiborlaringizga qaratmoqchiman. Tergov organi va birinchi instansiya sudi ma'ni himoya ostida bo'lgan shaxslarni go'yoki ular Qurbonali Abdurahmonov bilan o'sha Gulirona Qosimovani ichki ishlar binosida asossiz 4-5 soat ushlab turgan degan ayblovda, qonunga xilof ravishda ushlab turgan degan ayblovda qo'yishyapti. Jinoyat kodeksining 234-moddasi bilan. Ammo bu guvohimizda Ulug'bekda bergan ko'rsatmalari ham ular o'sha ichki ishlar binosida bemalol erkin harakatlanib yurganligini, hech kim o'sha Qurbonali Abdurahmonni saprovojdat qilib yurmaganligi, hech qaysi xodim atrofida bo'lmaganligini, hech kim uni nazorat qilib turmaganligi, qo'lida telefoni bilan bemalol yurganligini aytib o'tyapti. Lekin ichki ishlar binosiga tushuntirish xati yozish uchun kelgan shaxsni ichki ishlar binosida ushlab turildi deb aytib bo'lmaydi. Sababi u bir o'sha mazkur bizning holatimizda ham Gulirona Qosimova va Qurbonali Abdurahmonov ham jinoyat sodir qilgan shaxs sifatida emas, balki holatga oydinlik kiritish uchun tushuntirish xati olish uchun chaqirilgan shaxs sifatida ular tushuntirish xati yozib berilgan. Tushuntirish xati yozib berish uchun ichki ishlar binosida hozir bo'lishgan va ichki ishlar ular bilan gaplashishidan ham tashqari o'sha kuni soliq idoralarini ichki xavfsizlik bo'limlari bor, o'sha ichki xavfsizlik bo'limlari kelib ular bilan suhbat o'tkazishgan. Ya'ni ular o'sha 4 soatni ichki ishlar binosida bo'lgan bo'lsa, 4 soat to'liq ular ichki ishlar xodimlari ularni ushlab turishmagan. Balki 1 soatdan yana ko'proq vaqt davomida ular yana qo'shimcha tushuntirish xatlarini yozib bo'lgandan so'ng, ichki ishlar bo'limida ichki ishlar uchun tushuntirish xatlarini yozib bo'lgandan so'ng ular yana soliq idorasining xodimlarini kutiltirishgan va soliq idorasi kelgandan keyin 1 soatdan ziyodroq vaqt ular bilan suhbat qilishgan. Ya'ni ichki ishlar binosidan ularni qolib ketishiga faqatgina ichki ishlar xodimlari aybdor emas, balki ular o'zlarining xohishi bilan ularga ko'rsatma berish uchun yana ular davom etishgan o'sha ichki ishlar binosida qolishdi. Va bu narsani zadержание ushlab turish sifatida, go'yoki ular hibsga olingani sifatida talqin qilish
himoya nuqtai nazaridan noto'g'ri deb hisoblanadi. O'zi ushlab turish nima degan savolga javob berib o'tib ketaman. Ushlab turish bizlarda yuristlar orasida zadержание deydi yo 221 deydi. Jinoyat protsessual kodeksining 221-moddasiga ko'ra shaxsni endi bilasiz, qamoqqa olishga faqatgina sudning vakolati bor O'zbekistonda. Qamoqqa olish ehtiyot choralarini qo'llashga va keyinchalik qamoqqa olish jazosini berishga. Ehtiyot chora degani bu tergovda va sudda qochib ketishni yo boshqasini ta'minlaydigan bitta chora qamoq. Patsud deydi yana tushunishlaringiz uchun. O'sha qamoqqa olish ehtiyot chorasini sud qo'llaydi va bu ehtiyot chorani qo'llash uchun ichki ishlar xodimlari birinchi o'rinda o'sha shaxsni ushlab turadi. 48 soatgacha ushlab turishga haqqi bor. Tergovchi yoki o'sha tegishli xodim aybdor shaxsni 48 soatgacha ushlash haqida qaror chiqaradi, bayonnoma tuzadi. Uni to'liq hibsda ushlanishga mahkum bo'lgan shaxs bo'lib hisoblanadi. Vaqtincha saqlash hibsxonalarida bu ushlab turilgan shaxslar saqlanadi, ularga narushlik uriladi va ular nima uchun saqlanishidan maqsad tergovchi 48 soat ichida o'sha ehtiyot chorani qo'llash masalasini, sudga ehtiyot chorani qo'llash haqida iltimosnomani berish masalasini hal qilish kerak 48 soat ichida. Shu uchun ichki ishlar xodimlariga ham umuman barcha tergovchi, huquqni izohlovchi organlarga har bitta shaxsni 48 soatgacha ushlab turish, ya'ni harakatlanishga bo'lgan huquqini qisqa muddatga cheklashga qonun chiqaruvchi ruxsat bergan. Endi ana shu sud tergovining eng kulminatsion guvohiga o'tamiz. Bu guvohimiz mazkur holat yuzasidan xizmat tekshiruvini, ichki ishlar idoralaridagi xizmat tekshiruvini o'tkazgan Farg'ona viloyati ichki ishlar bo'limining mas'ul xodimi hisoblanadi. U nooshkora faoliyat va tezkor hamkorlikni ta'minlash boshqarmasining boshlig'i. Endi bu yana ham sizlarga oddiyroq tilda tushuntiradigan bo'lsam, bu realno seriozniy lavozim, juda ham maxfiy hujjatlar bilan, maxfiylik bilan ishlaydigan bo'lim deb hisoblanadi ichki ishlar bo'limidagi va ular oddiy til bilan aytganda Farg'onadagi maxfiy ma'lumotlar bilan ishlash lavozimlarining eng ключевой lavozimi hisoblanadi. Men yuqorida ham aytdim, tezkor ma'lumot, maxfiy shaxs tomonidan o'sha ma'lumot berilgani faktlari bor bu jinoyat ishida va shu sababli ham maxfiy ma'lumot bilan ishlashga dopusк berilgan xizmat xodimlar bu xizmat tekshiruvini o'tkazishgan. Shu sababli men o'sha guvohimizni ism familiyasini aytishni lozim topmadim ijtimoiy tarmoqda. Lekin bu guvohimizni yopiq sud majlisida o'tkazamizmi, balki siz nima deydi, maxfiy ma'lumotlarni yopiq biz hech kimga bilish mumkin bo'lmagan ma'lumotlarni aytishingiz mumkinmi degan paytimizda guvohimiz aytdilarki, yo'q, yopiq sud shart emas, yana ham o'zlaringiz bilasizlar, yopiq sud shart emas. Agar maxfiy ma'lumotlar haqida agar savol bersanglar, men savollaringizga javob bermayman. Men o'sha gaplarni gapirmayman. Qaysi gapni gapirish mumkin, qaysi gapni gapirish mumkin emasligini bilaman deb aytdilar. Haqiqatan ham juda bir dunyoqarashi keng, ko'p narsani biladigan xodim ekan. Shu joyda bilasizmi, bunaqa maxfiy ma'lumotlar bilan ishlaydigan odamlarga nisbatan shu joyda badiiy qismida bizning videomizda adashmasam Putin yoki kimnidir gapi bor. Кто владеет информацией, тот владеет миром, deydi. Правило Майера Ротшильда: кто владеет информацией, тот владеет миром. Unaqa insonlar haqiqatan ham siz bilan menga nisbatan ancha dunyoqarashi keng, ko'p narsani biladigan, O'zbekistonning ko'plab sirlarini biladigan insonlar bo'lib hisoblanadi. Biz mana shunaqa shaxsni kassatsiya instansiyasida so'roq qildik. Bu guvohimiz, guvoh deyiladi, baribir sudga kelib ko'rsatma bergan odam hammasi guvoh. Bu o'sha xodimimiz shu paytgacha biror marta so'roq qilinmagan. Na dastlabki tergovda, na birinchi instansiya sudida. Shu sababli u kishini so'roqlarini tingladik. Bu mutaxassisimiz, nooshkora faoliyat bilan ishlash o'sha bo'lim boshlig'i xizmat tekshiruvi o'tkazganligini, haqiqatan ham xizmat tekshiruvida quyidagi narsalar aniqlanganligini aytdi. Ya'ni ichki ishlar xodimlariga o'sha kuni soliq boshlig'ining xizmat uyiga maktab libosidagi qiz olib kirib ketilayotganligi haqida tezkor ma'lumot kelib tushgan maxfiy shaxs tomonidan va shundan so'ng ular bu haqida qaror chiqarishgan. Qarorni Otaqulov G'ayrat ismli tezkor qidiruv xodimi qaror chiqargan. O'sha kuni yozilgan qarorda, qaror adashmasam 17-aprel kuni ular kirishidan oldin soat 4larda atrofida yozilganda u qaror. O'sha qarorda ko'rsatgan ekan. Haqiqatan maktab libosidagi qiz soliqchining uyiga kirib ketyapti degan narsani tezkor ma'lumotni ko'rsatgan ekan o'sha qarorda. Va o'sha qarorda asosida ular kirishgan. U qaror mazmuni shunaqaki,
qarorni oper tuzadi, oper yozadi va tepasida tezkor qidiruvni amalga oshiruvchi organning rahbari, ya'ni начальник militsiya yoki zamначальник tezkor qidiruv bo'yicha zami bo'ladi. U ham tezkor qidiruv xizmatining rahbari hisoblanadi. O'sha qo'l qo'yadi tepasiga. Ikkinchi tarafiga prokuror qo'l qo'yib ruxsat beradi. Ichki ishlar xodimlari o'sha paytda kechiktirib bo'lmas holat bo'lgani uchun prokurordan ruxsat olishga ulgura olmagan va o'sha xonadonga kirishgan, tezkor qidiruv tadbirini amalga oshirishgan. O'sha joyda qarshi tomonimizda vakillari savol berishdi. Bu qarorni soxtalashtirsa bo'ladimi? Ya'ni u joyga kirish haqidagi tezkor qidiruv tadbiri qarorini soxtalashtirsa bo'ladimi? deb aytishdi, imkoniyati bormi deb. Yo zadniy число bilan yozib qo'ysa bo'ladimi deb. Bu xodimimiz hech qanaqa zadniy число bilan yozishning imkoniyati yo'qligini, u qaror nima deydi, qat'iy hisobda turadigan, juda ham nima deydi, mas'uliyat bilan hisobga olinadigan qaror ekanligini ma'lum qilib o'tdilar. Va bu maxfiy qaror ham birinchi instansiya sudiga, Quva sudiga maxfiyligi yechilib taqdim qilingan ekan. Aytilyaptiki, xo'p mayli, qaror asosida ular kiribdi tezkor qidiruv tadbiriga. Kirgandan so'ng nima uchun kirganlari to'g'risida bayonnoma rasmiylashtirishmagan xolislar bilan degan savollar berildi o'sha guvohimizga. O'sha aytdilarki, xodimlar kirgan paytida jinoyat aniqlanmaganligi sababli, agar misol uchun bir narkotikmi, bir nimadir tadbirlarni, har xil tadbirlar o'tkaziladi. Televizorlarda mana ko'rasizlar-ku, ushlandi, boshqa tezkor qidiruv, tezkor tasvirlar deb ko'rasizlar-ku. Agar jinoyat aniqlanadigan bo'lsa, bayonnoma tuziladi. Lekin xodimlar kirgan paytda jinoyat aniqlanmaganligi sababli ular bayonnoma tuzishmagan. Xolis o'zi nima? Xolis qanaqadir tezkor qidiruv tadbirini, qanaqadir tezkor tergov harakatini o'tkazishda mas'ul mansabdor shaxs haqiqatan ham erta sudda boshqa joyda isbotlab berish uchun oldida ikkita ishga umuman aloqasi bo'lmagan odamni olib kelib, uni ishtirokida o'tkazadi. O'zi umuman qoida bo'yicha shaxsni yalang'och holati bilan bog'liq holatlarda xolis ham o'sha shaxsni bilan bir xil jinsdagi xolis topilishi kerak. Lekin bizlar ko'rib chiqayotgan holatda har ikkala jinsdagi shaxsni yalang'och holati bilan bog'liq bo'lganligi sababli u yerga boshqa hech qaysi jinsdagi xolisni ham kiritib bo'lmaydi-ku, chunki kirgandan keyin xohlaydimi yo'qmi, qarama-qarshi jinsdagi shaxsni yalang'och holatdagini ko'radi u. Ya'ni ayol kishini xolis qilib olib borsak ham, ichkarida erkak kishi yalang'och turibdi. Erkak kishini xolis qilib olib borsak ham, ichkarida ayol kishi yalang'och holatda turibdi. Endi uchinchi jins vakilini yo'q, unaqani kiritib bo'lmaydi hozir. Xo'p. Shu sababli xodimlar tomonidan o'sha telefon apparatida ertaga sudda isbotlash uchun yoki boshqa joyda isbotlash uchun telefon apparatidan foydalanilgan. Endi qarang, umumiy qilib o'sha tadbirni o'tkazishning tartibi qanaqa edi? Bu xodimlar bu tartibni qaysi qismini buzishganini men aytib o'taman. Birinchi o'rinda xodimga keldi xabar, voyaga yetmagan qiz kirib ketayotgan, maktab libosida qiz kirib ketayotgan to'g'risida. U maktab libosida qiz kirib ketyapti degan, uni o'zi jinoyat. 18 yoshga kirmagan qiz bilan har qanaqa ko'rinishda jinsiy aloqa qilish bu jinoyat deb hisoblanadi. Ichki ishlar xodimlari unaqa xabar kelib tushgandan keyin jinoyatni oldini olish uchun ular borishga majbur. Xohlaysizmi yo'qmi, borishga majbur. U shaxsiy hayotim deydigan holat emas u. Chunki voyaga yetmagan shaxs haqida, voyaga yetmaganlar huquqlari haqida gap ketyapti. O'sha jinsiy aloqada o'sha voyaga yetmagan qizni o'zi 100% rozi bo'lib turgan bo'lsa ham, bu yerda davlatning da'vosi bor. Endi xodim birinchi o'rinda qaror chiqaradi. O'zi prokurordan ruxsat olib qaror chiqaradi deylik. Birinchi o'rinda qaror chiqaradi. Qarorda tezkor ma'lumotni yozadi. Boya yuqorida aytilgandek qo'l qo'yadi va tepasiga o'zini boshlig'iga qo'l qo'ydiradi va prokurorga qo'l qo'ydiradi. Ular ikkalasi ruxsat beradi. Endi qonun chiqaruvchi shunaqa huquq bergan xodimlarga agar kechiktirib bo'lmas holat bo'ladigan bo'lsa, san prokurordan ruxsat olmasdan ham kirib ketishing mumkin. Faqat chiqqaningdan so'ng prokurorga 24 soat ichida xabar berib qo'yishing kerak. Biz kirdik uy-joyga, uy-joy daxlsizligini bilan bog'liq tezkor qidiruv faoliyati o'sha tadbirlarida. Endi bu bizning keysimizda xodimlar qaror chiqarishgan, buni qonuniy qilishgan. Borganlaridan keyin, kirganlaridan keyin bayonnoma tuzishmagan, jinoyat bo'lmaganligi sababli va chiqqanlaridan so'ng o'sha nimadan nima deydi? Uy-joydan prokurorga yozma ravishda xabar qilishmagan. Ularning xatosi mana shunda. Ya'ni 24 soat ichida yozma ravishda xabar qilinmagan. Lekin ammo o'sha Akmal Xo'jayev tomonidan prokurorga
og'zaki ravishda kirib chiqqandan so'ng telefon orqali prokurorga xabar berilgan, to'g'ri kirib chiqilgani haqida. O'sha Furqat tumani prokurori o'zini tergovda bergan ko'rsatmasida ham haqiqatan telefon qilinganini tasdiqlagan. Akmal Xo'jayevning telefondagi detalizatsiyalarda ham haqiqatan telefon qilganligini isboti bor. Lekin buyruq talablari asosida qonun osti hujjat hisoblanadi. Buyruq talablari asosida o'sha yozma xabar bermaganligi holati bo'yicha o'sha ular qoidabuzarlikka yo'l qo'yishgan ichki ishlar xodimlari. Endi Akmal Xo'jayev o'sha sudda ham savol berdi. Biz ertasi kuni har kuni biz sotga beramiz prokuraturaga. Qanaqa bizga xabarlar kelib tushdi 102 ga yo umuman biz qanaqa ishlarni amalga oshirganimiz haqida har kuni ertalab sotga beramiz yozma ravishda. Men u svotkasi ham berilgan deb aytdim. Yana bitta narsa. O'zi umuman 24 soat ichida xabar berilmaydi degan kamchilikni shu xizmat tekshiruvini o'tkazgan aynan shu xodimni o'zi aniqlagan. U xodimning xulosasidan kelib chiqib turib prokuratura ayb e'lon qilyapti. Bular 24 soat ichida xabar bermadi, shuning uchun 142-moddaga ko'ra uy-joy daxlsizlik huquqini buzdi bo'ladi deb ayb e'lon qilyapti. O'sha xizmat tekshiruvi xulosasidan olib. Lekin xizmat tekshiruvida xabar berish o'zi kimning vazifasi edi degan narsaga ham baho berib ketilgan. Ya'ni xabar berish o'sha qarorni yozgan xodimning operda vazifasi va u oper xabar bermagani uchun intizomiy javobgarlikka tortilgan ekan o'sha paytda. Hamma yuristlar biladi, shaxs faqat bir marta javobgarlikka tortiladi. Mana bitta harakat uchun faqat bir marta javobgarlikka tortiladi. Ham bitta harakat uchun ham jinoiy, ham intizomiy javobgarlikka tortilib bo'lmaydi shaxsni. Endi bu xabar berilmaganligi yuzasidan bitta xodim o'zi javobgarlikka tortilib, intizomiy javobgarlikka tortilgan bo'lsa, biz qanday qilgan ikkita xodimni jinoiy javobgar qilishimiz mumkin masala bo'yicha. Mana shunaqa bir mantiqqa to'g'ri kelmaydigan ayblov fikrlari mavjud bizning mana shu mazkur jinoyat ishida. Shu sababli ertaga kassatsiya instansiyamiz ham mana shu jarayonlarga o'zining huquqiy bahosini berib ketib, e'tiborga olishlarini biz so'rab qolamiz. Endi yana bitta holatga e'tibor beringlar-da. Ayblov fikriga ko'ra, hozir qamoqda o'tirgan xodimlar noqonuniy buyruq bergani uchun, ya'ni o'sha soliqchining uyida voyaga yetmagan qiz bo'lishi mumkin, borib kirib ko'ringlar deb Akmal Xo'jayev buyruq bergani uchun va Jasur Rasulov bu buyruqni olib to'xtatmasdan yana davom ettirib bitta qaror yozing qonuniy qilib, biz kirishimiz qaror qonuniy bo'lsin, bitta qaror yoz deb aytganligi uchun Jinoyat kodeksining 206-moddasi bilan, ya'ni o'z xizmat vakolatidan chetga chiqish degan modda bilan jinoiy javobgarlikka tortilyapti. Lekin mana shu maxfiy ma'lumotlar bilan ishlash bo'yicha xodimga ham men savol berdim. Xo'p, mana shu xabar kelib tushdi. Maktab libosida qiz kirib ketdi degan xabar kelib tushdi. Xodimlar hech narsa qilmaslikka ham haqqi bormi o'sha yerda? Qilishi mumkinmi? E'tibor bermasdan o'tib ketsa ham bo'lardi-ku degan savolimga o'sha aytdilarki, xodim bunaqa xabar kelib tushgandan keyin borishga majbur. Chunki bu jinoyat haqidagi xabar. Agar ertaga haqiqatan ham o'sha voyaga yetmagan qiz bo'lib chiqadigan bo'lsa, xodim mansabiga sovuqqonlik bilan qaraganligi uchun jinoiy javobgarlikka tortilib ketishi mumkin. Shu joyda yana bitta sekret aytib ketay. Men o'zim advokatlik surishtiruv o'tkazgan paytimda Akmal Xo'jayev bilan gaplashdim, o'zim himoya mostay degan shaxs bilan. U kishi aytdilarki, o'zi qo'limdan bu soliq boshlig'i uyiga har xil begona ayollarni xizmat uyiga har xil begona ayollarni olib kirib ketayotgani haqida ko'plab ma'lumotlar bor edi. O'zini qo'shnilari ham sayyor qabullarda va boshqada shaxsan menga kelib ko'p murojaat qilgan. Lekin endi men vakolatim yo'q, borib o'sha soliq organining o'ziga o'z xavfsizlik xizmatiga murojaat qilinglar deb aytganman. Lekin shu safardagi xabarda maktab libosidagi qiz, voyaga yetmagan qiz haqidagi xabar kelib tushganligi uchun endi men to'xtay olmadim. Men o'zimni qonuniy harakatni qilishga majbur bo'ldim xonadonlar deb menga aytdilar. O'rtoqlar, mana shu joyda bitta qonun hujjatini o'qib berishim kerak. Joylardagi ijro hokimiyati organlari rahbarlari uchun xizmat uylarini qurish, taqsimlash, foydalanish, saqlash va ta'mirlashni tashkil etish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqidagi prezident qarori mavjud. Prezident qarori asosida Vazirlar Mahkamasining qarori ham chiqqan, ya'ni o'sha rahbarlarga xizmat uylarini qurib berish tartibi haqida. Endi oddiy dehqoncha tilda aytadigan bo'lsak, bu prezident rahbarga bergan uy. Endi prezident bergan uyda tartibi bor. Ular rahbarlar bu uyda olish uchun o'zini oila a'zosi, o'sha uyda yashaydigan oila a'zolarining qat'iy tartibini beradi, ro'yxatini beradi, pasportlarini beradi. Aytmoqchi bo'lganimki, boshqa maqsadlarda bu uydan foydalanish mumkin emas. Lekin soliq boshlig'i tomonidan aynan boshqa maqsadda foydalanilganligi fakti o'zini soliq tomonidan o'tkazilgan xizmat tekshiruvida ham ko'rsatib ketilgan. Xizmat uyiga oradan
ertasi kuni adashmasam bir necha kun o'tgandan so'ng prokuratura tomonidan ko'zdan kechirish o'tkazilgan o'sha holat bo'lgandan keyin. Holat bo'lgandan keyin ko'zdan kechirish o'tkazgan paytda spirtli ichimliklarni idishlari topilgan birinchi qavatdan. Endi kechirasizlar, prezident bergan uyda bunaqa maishatlar tashkil mayli. Haqda gapirmaymiz. Rasmiylikni saqlaymiz, xonadon rasmiylikni saqlaymiz. O'rtoqlar, ichki ishlar qasamyodida bilasizmi nima deyiladi? Vatanimga va O'zbekiston xalqiga sodiq bo'lishga qasamyod qilaman. Voyaga yetmagan qizlarning huquqlarini himoya qila olmasa, nima kerak bu unaqa nachalik militsiyani, to'g'risi. Voyaga yetmagan qizlarning huquqlarini himoya qilish maqsadida o'sha yoqqa borgan nachalik militsiya bugun qamalib turgan bo'lsa, nima kerak bu? Mayli. Bu gapni ham gapirmayman. Men advokat sifatida bilaman. O'zbekistonda oqlov hukmi qabul qilish bu juda katta sensatsion masala. Bu juda ham qiyin. Mana oddiy jadidlarimiz oradan 100 yil o'tgandan keyin, Qodiriylar 100 yil o'tgandan keyin mana kecha oqlandilar, misol uchun oqlov hukmi chiqarildi. Eslaringizda bo'lsa 2008-2012-yillarda qatag'onlar bo'yicha ham odamlar 2016-yildan keyin oqlandida ko'pisi. Men nima demoqchiman? Oqlov hukmi chiqartirish O'zbekistonda juda ham qiyin masala. Lekin men mazkur keysda Andijon viloyati sudi jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati sudyalarida juda ham katta umid qilayman. Sababi ularni professional yondashishga, ikki tomonga ham olmasdan o'zi adolatli ko'rib chiqayotgani tahsinga loyiq. Chunki bu to'g'ri tushuninglar, sudyaga ham oson emas. Unda ikkita bir-biriga xusumati bor odamlarni tartibga chaqirtirib turib, sudni qonuniy olib borishni o'zi ham bir qiyin masala-da. Bu masalada o'sha sudyalarimizga qanchalik mashaqqatli ekanligini biz tushunamiz, biz bilamiz. Lekin men xohlardimki, Andijon viloyat sudi Quva tuman sudi yo'l qo'ygan kamchiliklarga yo'l qo'ymasligini. Endi bilasizmi, Quva sudida juda katta, o'sha kunuzda videosidan keyin juda katta ijtimoiy ta'sir bor edi. Juda katta bosim bor edi Quva sudiga. Lekin mana hozir ancha narsa ijtimoiy tarmoqlarga olib chiqilib, ancha narsa aniq bo'ldi. Unaqa bosim ancha kamaygan. Men yashirmayman, men advokatman, men bir tarafli vakilaman. Balki juda ham oqlovga berilib ketib gapirayotgandirman, lekin shu ishni to'liq o'rganib chiqib, o'sha xodimlarga hozir qo'yilgan 5 ta moddani ham asossiz ekanligini o'zim uchun ishonch hosil qilganimdan so'ng bu gaplarni gapirayman. Nima bo'lgan taqdirda ham Andijon viloyat sudidan faqatgina adolatni kutib qolamiz. Shu joyda bitta narsani aytmoqchiman-da. Men o'zim ikkita himoya mostay shaxslarning oilasidan bog'lanib bilan vatanparvarlik ruhida shu videomizni oxirida qo'yamiz. Bir oilaviy rasmlarni tashlab berishlarini so'raganimda, shu xodimlar biror marta oilasi bilan rasmiy tushmagan ekan. Qarang, 40 ga kiryapti, lekin biror marta bir oilasini parkka olib chiqib yo bironta bir bayramga olib borib birga rasmga tushmagan ekan. Bironta rasm yo'q ekan shekta xodimga ham oilasi bilan tushgan. Endi nima demoqchiman? Butun umrini, butun vaqtini, butun hayotini ichki ishlar uchun bag'ishlab, xizmat uchun bag'ishlab, endi bugungi kunda bunaqa ijtimoiy tarmoqlarni bosimi ostida qilingan tuhmatlar asosida orqali qamoqda o'tirish bu hayotiy adolatsizlik deb hisoblayman. Yana men o'zimni ham ko'nglimga tegdi o'sha proses davomida sudga kelgan bitta yosh kattaroq otaxonimiz aytdilarki, bu ikkita savodsiz degan gapni aytdilar. Men to'g'risi o'zimga juda ham ta'sir qildi bu gap. Nima uchun? Bitta bolani dunyoga keltirib, uni katta qilib, repetitorlarda o'qitib, akademiyada o'qitib, uni nachalik militsiya bo'lishigacha olib kelish oson ish emas-da. Odam o'zidan o'zi nachalik, hech kim o'zidan o'zi nachalik militsiya bo'lib qolmaydi. Hech kim o'zidan o'zi zamnachalik militsiya bo'lib qolmaydi. To'g'ri, xato kamchiliklar boshqasi bo'lishi mumkin, lekin hech kim bunaqa katta lavozimlarga o'zidan o'zi kelib qolmaydi. Endi savodsizlar aytish bunaqa holatda bilmadim qanchalik insofga to'g'ri keladi. Sobiq ichki ishlar xodimlari Akmaljon Xo'jayev va Jasurbek Rasulovlarga oqlov bo'lsin.